Sizlar bilan Mister va biz bu safargi videoda qo'ydan, ya'ni qo'ydan epik narsalar. Xo'sh, va bizda qaychi berishdi qiziq. Bu qaychi sinarmi? Bu qaychi joyiga tursa kerak, indamasdan kuch ketarmikan? Bu kuchi ham ketmaygan. Seriyozmi? Bu to'xtanglar, modni qo'shgan uchun bo'lsa kerak. Sabab modni qo'shish qo'ydan epik narsa. Demak, qo'yni o'zidan ham, ya'ni qo'yni yungini olmoqchi bo'lsak ham, undan epik narsa berish kerak. Qani ketdi u bo'lmasa. Xo'sh. Va albatta, hali kanalda obuna bo'lmagan bo'lsanglar, hoziroq o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki biz yaqinda 50 ta bo'lmoqchi edik. Shuning uchun. Va bundan ham ajoyibroq modlar qo'shib video olaman agar 50 ta bo'lsak. Xo'sh, birinchi eshak. Daraxtni ishlatamiz. Mayli. Xo'sh, tezroq. Versda kelsa bo'laylik, keyin tayoqcha bo'ldi. Qani edi bu qo'y? Xo'sh. Qaqqa qochibdi. Qimirlama, men shuncha joydan. Sen o'zingni bormoqchiman. Kriza ekan sanki, insofing bormi? Xo'sh. Ana, ko'rdim. Mendan qochib qutulib bo'libsan qo'y. Qani, birinchi epik narsa, come on. Emas, power tooth. Ancha zo'r. Qani, o'ldirsak ham berak ham shunda. Rasmda faqat oq qo'yni o'ldirsak ko'rdim. Berak rosa. Faqat bu epik emas, random narsalarga o'xshayapti. Narsa tinchgina bambukdan epik qo'shsam bo'lar ekan. Bambuk zo'rga paydo bo'lganman-ki, shuning uchun aytyapman. Xo'sh. Va hali kanalda albatta bu videomizga shuncha mashaqqat qilyapman. Shuning uchun albatta bitta laykka arzisa kerak. Iltimos sizlardan layk va obunani kutib qolaman-da do'stlar. Xo'sh. Melkon endi bor ekan oldimizga, isrof qilmaylik. Har doimgidek qalqon modini qo'shaman men. Siz yasholmayman va menga o'q bo'lsa edi, bu Infinity'ga sehrlanmagan, lekin Power Tooth. Shunda Power kuchmidi? Adashmasam kuch bo'lishi kerak hamon. O'lay dedim. O'lay deb o'zi 4 tam jonim ketdi. Xo'sh, kirkaga yetsa bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Kirkaga yetaygan, qilishga yetaygan, bo'lsa yetmaykan. Manimcha hozirda yutqazamiz. Точно yetishgan. Bo'ldi. Qaniydi qaychani o'zgartirib bo'lmagan. Endi sal qiynalamiz, chunki men o'rganib qo'yganman, har doimgidek eventlarga qo'yishni, narsalarni taxlab olardim. Negadir taxlashim bu safar qiyin bo'lyapti. Xo'sh. Va men bu safar hech qanday xatolikka yo'l qo'yishni istamayman. Ya'ni o'tgan videoda men juda katta ovoz qo'yibman. Ba'zi videolarimda demoqchiman, o'tgan shu ko'p videolarimda men ovozimni balandlashtirib qo'yardim. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar endi. Bu safar lekin men ovozni pasaytirganman. Agar shundoq ham videoga eshitilsa yana bilmasam. Men hali videoni eshitib ko'rganim yo'q, chunki endi o'ylayapman. Xo'sh, ko'mir qazidik. Pachoq konda paydo bo'lganmiz. Temir yo'q. Qo'y bor joyga borish kerak. Qo'y qayerda ko'p bo'ladi? Shu yerda ko'p bo'lishi kerak edi.
Men qardamgida qiziqayotganim qo'y anavi berarmikan. Epik narsa-ku mayli, tupurganim bor. Olmos bersa, olmos aslaha ham bo'laver menga. Shunchaki bilmoqchi bo'lganim qo'y anavi mayda M portali, ha. O'shani berarmikan deb o'ylayapman. Agar bersa ekan yaxshi. Tovuq kerakmi? To'xta, bir dona kerak. Hozir ovqatim yo'q. To'g'ri. Faqat bittadan narsa berarmikan qo'ylar. Ma'lumot tezroq chiqsa edi qo'y. Bilib olardim qanday narsa berishini. Ya'ni aytmoqchimanki, o'ldirsak bitta, junidan bitta berarmikan demoqchi edim. Lava bu demoqchi edim, ulgurmay qoldim. Zato bor. Sezdim. Shuyamizda jonni to'ldiramiz. Xo'sh. Qatta yana anavi lava butun ostimda to'ylayotsin deyman. Bu qaralgani. Mana shu yoqqa ham lava bo'lishi kerak. 100 talik. Aytdi-ku. Men tezroq qo'shamsam hozir lavaga cho'milaman. Ikki qo'ling bo'sh. Qani nima bor? Kengroq. Kengroq joy chiqdimi deyman. Ha. Kattaroq bu savanna. Men qani bu qo'ydi bilaman. Mana. Va menga olmos 100 talik olmos aslaha bergan. Mana shu. Ayt. Xo'sh, bu kiysa yechilmaydigan sehrmi shunda? Shartning sifati yaxshi. Anvil yo'qda, bo'lsa hozir qo'yib yuborardim qilishim. La'nat chanklarni ko'paytirsam, telefonim qotadi. Mayli unda shunday o'ynayveramiz. Qani ketdi. Va bizda hozircha ish nima ko'rmayapti, moldan berarmikan? Ya qo'y mol emas-ku. Bersa, yo'q bermaydi. Yomon. To'xta, agar junidan bersa sabr qilamiz, ye ovqat, keyin yana junimiz ko'payishi kerak bo'lsa. No. Men halolman. Halolman deb tasavvurladim. Qani boy qo'y chaqani qo'y mana shu tomonga edi, do'stlar. Yo boshqa tomon. Aytdim-ki, ovqat yeydi ko'payadi juni. Otisiga. Bo'ldi, tayyor. Xo'sh. Ye ovqat. Nyam qil. Nyam qil. Tepayibdi bolaga. Yo. What the for? Qanday? What the for deyishardi. O'l. Tentemanda. Chinniga o'xshashini o'ldirib qo'ydim. Mayli. Zato biz hozir amda bora olamiz birdan. Lekin uni olmasa haqiqatga ham to'liq qilib. Men zo'r. Mana shuni o'ldirib oladi. Bo'ldi. Yana bu yerda. Bu narsa orqali biz do'stlar anonga portalda bemalol o'tib ketamiz. Qizil yozuvsiz bera olmaysanmi? Hozir bilolmayman, qaysi menimcha shu yechini nezorat indamasdan protection tool ekan. Yech bo'lar ekan. Demak, men buni sotib yuborish kerak. Bu yechilmaydigan sehr. Kiysa. Tezsiz bu. Ana. Olta sabzlar rahmat. Boshqa qornim ochildi. 3 tadan to'ydiroqqa. 2.8 yo 3 tadan to'ydira. Ye tezroq bo'l. Moblar paydo bo'libdi.
Billayin. Temir blok. Nihoyat. Qani bo'l. Ozmoblar paydo bo'ladi. Qo'y bo'lmay ketgan. Ovqat ye tezroq. Lekin o'ylamaganim bunchalik video tez tugaydi deb. Kamida men 1 soatlik videolar qilaman yo 45 minutlik videolar qilardim, lekin bu safar ancha etach tugasa kerak. Mayli, qani tezroq. Bo'ldi. Qana qildim bu? Bu hozir o'ldiraman degan. Qara, o'ldiraman seni. Evet. Şu çıkayım bir adam koydu. Aa creeper. İnanacağım sana. Skelet mi oldu ya bormayayım hayatta. Ya John bunca köp gitti. Kamp yetiş gerek yok. Loy blok kamıdı. Ya ya sen apalarından doktor lava var. Qishloq. What the fuck? Qanda creeper ekan. Sal o'z portlatmoqchi bo'ldim. Menimcha jinorsa pastda ana bor deb o'ylamasam. Mayli, tezroq uxlay borishimiz kerak. Endi aytmoqchi edim yotoqni qanday olsam deb, chunki qo'ylarni jungidan epic narsa random tushdi. Öyle. Sen bormuding? Aql bo'lma. Ne yo'qmi? Torib jopinchi. La'nat, infinity deydi. Ma. Golem oldiga nihoyat. Men endi o'ylabman bu server maska qanday uzr aka uzr aka akalar deb oho bundan shu ko'p menimcha shundan bersa kerak. Mayli o'ldiramiz. Seni ham o'ldiramiz. Qiziq, bu faqat odatda ko'p ana beryapti, paqir beryapti menga. Yemasang o'lasan. Mana. Bari o'ldirarim. G'ayrat qizi sehri yo'q. Buni ham sehri yo'q, emas. Oyoq kiyim yesa kerak bo'ladi, chunki juda nima desam, pastga qulaydigan joy. Ovqatim bor, o'shing to'xta. Yo, somon blok qidiramiz undan ko'ra. Qanaqa. Tushunarsan, bosh qulog'imga madi chiyilib qoldi. Mayli. Garochi chalg'imaymiz. To'xtaydi, Zumrad qalqon yasab qishloqlar bilan savdolashsam. To'xta, rostdan. Menga o'q kerak. To'g'ri, Zumrad. Mana bitta Zumrad kerak. Nonkar, sen iflos ekansan deydi-ku. Sana chiqadim. Sana bir to'la musul narsalar chiqadi. Sanda ham yo'q. Mana shu uydan ustalik sandiq bor. Hayvoling. Borda bulardan keraksiz narsa tushibdi. Tepaga yo'l bor ekan. Bular qishloqlar. Mana menga kerakli. Bo'ldi. Tayyor. Xo'sh. 5 ta zumrad bor. To'xta, xom go'shtlar menga endi kerak emas.
Yo, bu kerak bo'lishi mumkin ekan. Xo'sh, qara bayram qilamiz bugun. Bayramni iti va FPS nihoyatda tushib ketadi deymanda. 13-daraja shuncha harakat. Yo, tepadagi uylardan boshlasam bo'ladi. Kutubxonada esa 100 talik anov yo'q. Nima edi? Sandiq. Aytdim-ku. Lekin qo'y bor. Qadimgi parcha. Nihoyat. Yo, bu kiysa yechilmaydigan sehr menga kerak emas. Menga minnat qilib beradigan anovlar kerak emas menga. Panjarada o'taygan. Sen qishloqqa menga nechta? Bitta zumradga 2 ta. Hozir mana shuni tekin qilib ko'ramiz. Agar o'xshasa, imkoniyatini nolga teng. Qaniydi? Mana. Ayyo. Endi qishloqlar bilan sotimiz to'xta. To'xta. Zo'r do'stlar. Men bor bizdan o'tibdi. Xato. Bu savdolashtirmasda qilardi. Men olmos aslahalar bilan adashtirib, zumrad aslahalar bilan adashtiribman. U zumrad aslahalar edi. Nerdan borib olib kelsam, qo'y. Men o'ylabman zumrad aslahaga o'xshab nima chegirmalar qilib beray ekan deb adashma. Uzra mana o'tdi. Shuncha daraxtni isrof qildim bego'ya. Menkidan 100 talik zo'r. Balki antga borsakmi, bormasakmi? Bu qalqon bilan 100 talik bora olmayman. Sabab borganimda menga zaybat qiladi. Enderman ham, ajdari ham, boshqasi ham. Chunki ular bu qalqonning kuchini bilasizlar, qiladi nima edi? Allambalo maxluq paydo qobiliyatda shu taydan tishlarni ochib chiqadi-ku. Shu juda xavfli-da. Yo. Menga bitta ekan kerak. O'ylamaymanki, keep inventory. Yo'q, water drop qiladigan ustalar ham bor. Lekin hozir qilgim kelmadi. Qo'l yetadi bittagina. Yo, temirdan qilsakmi do'stlar? Oddiygina. Olmosdan qilay desam, olmosim yo'q. Qo'ling bo'sh, o'yla. Qo'y kerak, yana qo'y. Bir to'da qo'y kerak. Boy qo'ylarni usti ko'paytirsa bo'lardi-ku, kallam yo'ray. Shu maxluqchi menga yoqadi-da, to'g'risini aytay. Shu maxluqchi kayf qilaman-da, chivolayim endi. O'ziga ana regeneratsiya berardi. Shuni kim biladi do'stlar, nima yeyishini? Men esimga ham yo'qdi bu. Nima yeyishi? Bekor ovqat yeding-da. Mendan zo'r bo'lsa, mending power punch bo'lsa power tut breaking. Bunga sabab mending, ya'ni sinmaslik. Sinsa ham davolanadigan nima edi? Kuchini to'ldiradiganmi, tiklanadiganmi? Sehr bor ekan, shunga oldim. Короче, tushundinglar. Golem tog'u. Tezroq bo'l. Ye. Yemasam atta qilaman. Qo'y boshqa yo'q. Mayli, unda B rejaga o'tamiz. Yo, B rejadan to'xtatamiz. Shu hayvoncha nima yeydi, kim biladi? Iltimos kommentariyada yozib qoldiringlar. Yaxshi qiynalyapman-da. Bular Серьезно? Men hozir tezroq tugatay. Menga ba'zi narsalar uncha muhim emas endi.
Mana shu yotoq bo'ldi, bor. Endi mana do'stlar, M portalni quramiz. Bir blokli. Sizni loq qilishadi. Hammasi bir blokli M portali bor, mana deb ko'rsatishadi. Mana shu gapiga yetdi-da, katta narsa. Sabab chunki bir blokli portalni faqat mod orqali o'rnatsa bo'ladi. Ular sizlarni hammalaringizni aldaydi. Agar ba'zi birlar ishonadi, o'shanga aytaman. Xo'sh. Tayyor. Endi bu temirlarni olamiz va o'zimizga sandiqlar yasab olamiz. Boyagi sandiqlarni ham oson bo'ladi, lekin u nonko'likka o'xshayapti-da. O'sha bo'laveradi. Keraksiz non, keraksiz, bu keraksiz. Oq kiyim to'xtat. Crossworker qanaqa ishda kerak? Shu eslolmayapman. Ammo keraksiz, kitob keraksiz. Buni portlatishga ishlatish mumkin. Bila, oltonni ham yo'q-ku menga. Jump 2 yaxshi jump kerak. Ko'mir yo'q, uncha kerak emas, temir ham kerak emas, bu kitob ham kerak emas. Va menda gipet yomon xabar, menda blok yo'q, endi bildim. Qurilish bloki qatdan olayman. Loy menga kerak emas. Loy bo'lmaydi. Xo'sh, temir qalqon. Nega men ko'proq temir qalqon ishlataman? Chunki u judayam chiroyli. Shuning uchun. Boshqalari ham chiroyli-da, lekin bu temir qalqon me'yordir. Nezorat bilan shu temir qalqon chiroyli. Bilaman, nezorat qalqon chiroyli emas, shuncha kuchi zo'r deyishlaringiz mumkin. Yo'q. Rostdan ham mashlar chiroyli, chunki o'rtasida bir skelet belgisi ham bor-da. Qo'yganlarda bir g'alati, men ko'rib turganlarda qanaqa belgi endi bilmayman. To'xta, men olmos qilichim ham yo'q. Hatto ko'proq jon oladi. Endi nima qilaman? Точно kerak edi. Xo'sh, olmos qilich yo'q. Xo'sh, nima qilish mumkin? Olmos qilich yo'q bo'lsa. O'ylay, kim ekan dedim. Hatto kirib bersam mayli. Tog'imni kimdir o'tgan bo'lsa, ishoninglar o'ldiraman. O'ldirishimdan qo'rqishadi. Voy, elchinga o'xshab qoldim rostdan. Qani. Xo'sh. Men qo'y topishim kerak. Golem, otdan epik bor ekanmi? Shu modimni ham ko'rishim kerak. Modlarim ham juda ko'p edi, o'chib tashlagandim. Endi ham kamda, lekin mod kanalim bor, o'shanga qidirib ko'raman. Otdan epik bo'lsa, albatta olaman video. Qo'y nihoyat. To'xtadan shu qo'ylarni ko'paytirsamchi. Tinchgina. Vaqtga qo'y. Keyin ko'rdim adashmasam-da. Tepaga galing ko'raman faqat. Ana yo'q ketdi. Yopish. Yo'q öyle. Emanet prям кайфово. Tepeyim boydu. Ko'proq bo'laveradi. Xo'sh.
Hozirda mana shuni aniqlamiz. Osh. Mana yo'q Tush. O'zi endi mendan qo'rqib ketdim. Endi bularga qafas kerak. Qafas. Bo'lsa. Xo'sh. Короче, qafas. Xo'sh, do'stlar, men tiqib bo'ldim. Endi bularni birma-bir topib olsam ekan. Nihoyat o'q berdi. Yana qanday narsa. Olaveradi mana. O'q berdi menga nihoyat. Endi o'q orqali demoqchi edim. 10 bittadan berasanmi sen kellangni? Короче, yana qanday o'sishi mumkin? Qanday o'ldiramiz? Sani o'ldiramiz. Sani o'ldirsaychi? Yo'q, bermaygan xolasdan. Demak, berajak o'tamiz. Xo'sh. O'smayapti bu. Qasam yo'q. Shu ko'p yotdi-da, shu o'sishi mumkin. Tezroq kattaliklar iltimos. Xo'sh, bolalar, bu qo'ylar uncha katta bo'lmayapti. Boshqalari menga ko'p turganlaridek juda hozir. Mana shuni ko'rsataman, sandiqda qancha. Va qo'ylardan sandiq ham tushdi. Xuddi oldingi videoda qaysidir bolasi cho'chqa go'shti kerak. Qaysidir videoga menga sandiq beruvdi, xuddi shunday yana sandiq berdi. Xo'sh, marhamat, ko'p olmos berdi. Men narsalarni olmosga qildim. Boltalarim va kirkalarimni hammasi kreativdan olganim yo'q. Hammasini ular berdi va mana bu Nezerga olib boradigan portal, bu esa Mga. Men albatta Nezerga ketaman. Keyin bu yo'q, menga kerak emas. Dragonning tuxumi. Xo'sh, men tushyapti. O'ylab qoldim. Bu qo'ylar menga juda ham ko'p mana qilib jonimdan berishdi-da. Shunga balki qilarman dedim. Sehrlaston yasaman dedim. Chunki mening anomim tugagandi. Men qilichim yo'q. Olmos. Shuning uchun men o'zimni olmos qilich yasashga qaror qilmoqchiman. Nima deysizlar? Bitta olmos qilich qani, sandiqni ham o'sha. Bu sandiq qo'ydan tushdi, aytib qo'y. Voy. Mayli, aslaham bu yo'q bo'laman. Xo'sh, aslahan qanday rangi bo'yaymiz? Albatta Nezarayt aslahan bo'yaymiz. Faqat u uchun bo'yaydigan narsaga nima kerak? Esimga ham yo'q. Qarab nima kerak edi? Bo'ldi, yasaldi. Birdan shu yerdan olmos qilich yasasak demoqchi edim. Yasab bo'lmaydi. Mayli. To'xta, naqshlar kerak bular. Xo'sh, qaniydi yasashim kerak edi. Olmos nimaydi deymiz. Keyin esa olmos qilich.
birdan ikkita yasaymiz agar kerak sehr tushmasa agarda. Xo'sh, va bizda to'xtani qo'ylar katta bo'lmadi o'shandagi anavundan. O bitta xonaqa katta bo'libdi, bittasini xo'rlab. Aslaha. Yo'ma-yo, sehrim bor deyman-da, tezroq yedi. Bu yerdan beri aslaha bermayotdi. Men olmos aslahalarni ham zo'rg'a oldim-da. Mana olmoslarni. Yana bersa, yo'q, bermagan. Demak, menga ana o'ldiraylik kitob berdi. Endi bu tenga qimmatga kitoblarni hammasi qanaqa Loreson. Adashmasam bular nima qo'ylardi, eslolmayapman. Protection. Nima qanaqa protection? Protection. Yo'q. Bunga fire protection ekan, olov. Olov ham kerak, bu ham kerak. Ikkita sehr. Xo'sh, va biz damlabachalardan oldik. Aslahani anonsa katta mana. Xo'sh, qo'yim tushadigan. Aslaha. Yo demoqchi edim. Boshqacha damlamaygan. Sekin qulash ana damlamasi bo'lsa edi, zo'r bo'lardi. U strange, normalniy kuch. Zo'r bo'ldi. Xo'sh, qana aslahani qo'yamiz. Naqsh olmos bu. Olmos yaxshimi, oltinmi? Yo'q, adashtirilmaydi. Lapismi? Lapis uncha bo'lmaydi. Bu bo'lmaydi. Olmos zo'r ko'rinadi. Qilishni bo'yaydim. Qilishni qanday bo'yaysan? Xo'sh. Olmos yana qanday redstone bor menga. U ham chiroyli edi. Va menga zumrad bor ekan. Zumrad ham to'xtanglar. Mana bu ham bor ekan menga. Bu ham naqsh bo'lishi kerak. Aytdim-ku. Qaniydan? Mana. Yo, uncha bo'lmaydi. Yo. Mana shu lekin chotki ketdi-da. Olmos yaxshimi deyman. Yo'q, qanday to'xtang, bug bo'ldimi? Yo'q, qanday do'stlar, men hozirgan sehrlagan bundan bitta beruvdi. Yo'q, qanday? Men tushuntirib beraylik, qanday? Yo'q, biling, to'xta, men aslaha tushunmayapsiz. Tushdi. Strange tushdi adashmasam kerak. Hozir men bugni iti bo'ldi do'stlar. Bitta naqsh edi, do'stlar, bitta naqsh. Adashmasam bitta naqsh edi. Men nechta naqsh bo'lsa ham hammasini temirlar chiroyli emas ekan uncha. Yana temir blokni solsakmi? Yo'q. To'xta, obsidianni solamiz. Yo'q, obsidian kerak. La'nati. Mana bu bloklarni tez aniqlaydi. Hammasi qilich olish uchun qo'yapman, aytib qo'yay. Lekin bugni iti bo'ldi do'stlar, qanday bo'lishi mumkin bu? Men hech qanday cheat ishlatganim yo'q. Yo videodan ko'rib olaydi, yo ikkita edi adashmasam. Yo bittamida shu yaxshi ishlayman. Bitta bor edi, anondan nima edi, mana sehrlashdi. Tayyor. Xo'sh, qaranglar. Mayli, hozir o'zim bosib olaydi. Yo'q. Boyagi narsadan nima tushdi? Damlama tushibdi. Strange kali. Loy blok taxta kerak emas. Loy to'g'ri ekanda. Xo'sh. Qaranglar, bitta naqsh qoldi. Qilichlarni kuchaytirishdan oldin mablag' qo'yib qo'yaylik, baribir kerak emas. Oltin kerak emas, xuniygan narsa. Harakatga. Xo'sh, qanday 3 ta yotadi?
Ya bitta o'taygan. Bunday kerak emas. Tamam. Tamam. Jump. İchib olaman. Bu ham 32 sehrlangan zo'r, ajoyib. Xo'sh, va qarshi bo'lmaysizlar. Shunday bo'lishi kerak. To'xtang, xato. P bo'lishi kerak. Yana xato qilyapman. Yo'qcha. P. Endi to'g'ri qilgan bo'lishim kerak. Ha, to'g'ri. Darajamni oshiradigan sehrda o'shunday. Va bunga lapis. Sharpness 3 sehrlaymiz. 10 ta urg'on. Xo'sh. Lazer yetmayapti shekilli. Mandan qochib qutulyapti. Shu yerdan 100 talik qo'y ko'rdim. Mashaqqam tushib ketdi-da. Men 100 talik ko'rdim qo'yda. Aytdim-ku. Bittasi qochmoqchi. Lekin unday qilolmaydi. Onang. Olmaz. Qanaqa seher? Mayli. Xo'sh. Lekin boyagi bagmada endi nima deysiz? La'natim negadir. Bu ham kiysa yechilmaydigan sehrga sehrlangan. Kerak emas. Xo'sh. Men hozir nima qilyapman? Lazurit. Va degan naysa berdi, 3 naysa. Wow, sehrni qaranglar. To'xtanglar. Shunda otiladimi? Yo, anavini ba'zi bitta sehri bor. U otilmaydi. Ha, otilagan, ha? Albatta qaytib keladi. Xo'sh. Va lapizimiz yo'q. Anvil kerak. Xo'sh, iloyim shuni ochsin. Ketdi. Jonga tegdi, shuncha qo'yni o'ldiraman, orqasiga yuguraman. Lapis, o'ngay. Yo'q, unday kerak emas. Xo'sh. Olmos bloklar qurilishga kerak va mayli qilich bor deylik. Buni ham ishlatib boramiz, bu mayli tursin. 12 o'rin, sharpness 5. Iflosgan bu. Menga 3 bor edi, to'xtanglar. Yo, sharpness 3 bor edi menga. Sharpness 2 ekan o'zi. Men zato lekin mana bu boltamisan, boltada. Boltdan qoldiramiz. Uni ishni olamiz, siylachamiz. Bu keraksiz, zumradlar keraksiz, naqshlar endi keraksiz. To'xtab, super aslahalarni sehrlaydi. Xo'sh, qaysi aslaha masalan? Endi boshqa bo'ldi. Qaniydi? Xo'sh, boyagidek bo'lsa lekin hayajon bo'lyapti. Yana boyagidek qaranglar, naqsh qo'ydim, bitta naqsh. Xo'sh. To'xta, bu bo'yalganmi? Yo'q, ha. Baqqa ko'k, baqqa yashil. To'xtanglar, boshqaga qo'ysaychi. Yo'q, ana yashil. Yo'q, bu yashil. Mayli.
Точно o'ldi seher. Naqshi endi точно yo'q. Xo'sh. O'zimizga bir blokli portal va mana sizlarni blok qilishgan bir blokli deb aslida menday qilib qo'yishadi. Xo'sh. Kamonni olaman. To'xta. Anvil. Yo'q, keraksiz, bu keraksiz. Bularni ichi mana shu qaychi xalaqib beribdi menga. Xo'sh. Daraxtim bor. To'xtaylik. Blok sifatida buni ko'paytirish bo'lishi kerak. Buning uchun shunday qiynalamiz demoqchi edim. Bo'ldi tayyor. Xo'sh, hozirchalik bor, o'ylaymanki omad keladi. Yoki kelmaydi. Hamma pofik ketdi. Ular pasroqqa paydo bo'lay. Hamma zo'r. Normal. Yaxshi. Effektingiz qariyb 5 bu. Normal ko'ylak. Xo'sh. Va jumpni ichib olamiz, qalqonni bosamiz, mana buni sepamiz o'zimizga. Bunday qilamiz. Bloklarni olamiz. Ketdi. Sila 2 bu. Hayatda men yiqib olmaysan. Yeganda. Voy. Allah qo'rqon. Qiyin-da endi vator bu. Oho, nima qopdi. Hozir bir zo'r ish qilamizda. Xo'sh, qaniydi? Yotoq bozligida. Tezroq bo'lish kerak. Sargina qotib qoldi. Hal endi keldim. Buncha ana qilasan. Insofing bormi mana? Cho'ta menga yordam beribdim deyman-da. Ana qilib. Ha, jemchik berib. To'xta, saklaydigan yo'q. Tepaga tezroq quramiz. Suvni ishlatmayotganim sababi ajdar uchib, u suvni yo'q qilib qolishi mumkin. Shuning uchun menga suv water drop qilishga kerak. Ba'zi payt o'xshaydi water drop, boya o'xshamay qoldi bilaman. To'xta. Mana qilib bo'lish kerak. Bu juda pastda. Ketdi. Tezroq qo'yishim.
yashashni sindirdim. Balki ajdodlardan birisi o'xshayman. Yo'q, hali amalari bor. Zaif bad qilmayman bor hamma. Xo'sh, birinchi bo'lib qiladigan ishimiz silani o'zimizga sepib bo'lamiz. Chunki bu ishlar siqatlaman yurgandan qo'yishmayapti shuning uchun. Endermenlarni aytyapman. Xo'sh. Uğraş kerak. 2 zarbada yo'qmas. Endermenni 2 zarbada qo'qolaman. Yaxshi jon ketyapti. O'ldi ketgancha. O'zdan qo'ymaslik kerak. Jonlarni ketib do'stlar. Onda dragon o'ldi, la'nati. Mana endi deyarli o'ldi. Bu bala endi o'ldi. Ko'rshaparak baxtga. O'zimda 486 daraja mayli. Buniki ham ortiqcha qilmay. Bu safar u xatoni qilmayman. Xuddi ana Golem etnasi foto videosidagi. Ustiga qo'yib qo'ydim. Xato qilmanda. Xo'sh, endi esa bitta ish qoldi. Dragon tuxumi va mayo nezerga ketsam bo'ladi. Qanday? Ketaylik do'stlar. Короче, video yoqqan bo'lsa do'stlar, hozir obuna va like bosib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Короче, sog' bo'lasizlar.